Assalomu alaykum qizlar. Bugungi tovarlarim obzorini qilib beraman sizlarga. Birinchi bo'lib Wellnessdan kokteylimiz. Yog' zigat qiluvchi, ya'ni yog'ni yoquvchi proteinli kokteyl. Bu kokteyl boshqa kokteyllardan farqi nimada desanglar qizlar? Buni tarkibida quvvat beruvchi uglevod bor, lekin uglevod bistreye uglevodga kirmaydi, ya'ni uzoq muddatda so'riladi. O'zining ichidan maxsus 30 grammlik qoshiqchasi chiqadi. Buni bir kunda 2 mahaldan oshiqcha iste'mol qilish mumkin emas, tavsiya etilmaydi. Bu yagona oziq-ovqat manbaingiz bo'lib qolishini oldini olinglar. Qizlar faqat shu bilan oziqlanmanglar. To'laqonli ovqatlaninglar. 1 yoki 2 mahal ovqatlanishlarni shu kokteylni o'tkazsanglar bo'ladi. 15 kunga yetadi inshaalloh. Narxi 600 ming so'm qizlar. Keyingi tovarimiz bu qizlarjonlarimiz uchun mani hit prodajam, chunki jajji qizaloqlarni yaxshi ko'raman. Ularga sovg'a berishsangiz xursand bo'lib ketadi bolajonlar. Ham buning ichida bleski bor, ham ikkita pomadasi bor. Bular 25 mingdan qizlar. 25 mingdan kimga kerak bo'lsa yozasizlar. Naqd 6 ta o'rinman. Yangi katalogimiz kimga kerak bo'lsa katalog ko'rib chiqmoqchi bo'lsanglar beraman. Ya'ni yangi qaynoq aksiyalarimiz bor. Yangi a'zo bo'lgan покупательlarga Viking yoki Valkyrie atri sovg'aga kelyapti qizlar. Keyingisi mana bundan yana bor ekan, 6 ta emas 7 ta ekan, mashalloh. Xo'p, hamma bilgan, hamma sevgan. Mendan ko'p zakaz qilishadi shuni. Kauri geldili dushdan 2 ta bor qizlar, 30 mingdan. Bilasizlar, buni hidini oshiqcha ta'riflashga menimcha hojat yo'q. 30 ming so'mdan. Uni usti biroz o'zgaribdi. Oldin ichi prozrachniy ko'rinib turardi, hozir ichi ko'rinmaydigan chiqibdi. Mashalloh, rosa chiroyli chiqibdi. Keyingisi oshiqcha ta'riflarga hojat kerak bo'lmagan gladki pyatechka 35 mingdan. Kattasi bu 100 ml объемda, XXL formatda 100 ml объемda qizlar. Eng sevib sotadigan badlarimdan, bolalarimga ichirib effekt ko'rganim uchun bemalol qo'rqmasdan bu baddan qayta zakaz beraman. Mana bir emas 2 ta kelibdi. Multivitaminli kids. Buni narxi aksiyada chiqqan qizlar, bunaqa narxda o'zim ham olmaganman hech qachon. Bor yo'q 130 ming. Kimga kerak bo'lsa tez yozinglar, o'zi kam. Keyingisi Secret Vostoka. Bundan o'z bilasizlar, ko'p uraman, ko'p sotaman va yana urdim, chunki bu katalog super skidkada bor yo'q 120 ming chiqqan qizlar. Buni ichida kristal hindi bor, chorniy timin bor, helba bor. Ya'ni ayollarimiz salomatligi uchun juda ham muhim rol o'ynaydi. Immunitetni oshiradi, jigarni tozalaydi. Bundan tashqari gormonal funksiyani joy-joyiga keltiradi Alloh izni bilan. Xo'p, qizlar, bu qoshiqchalarimiz. Bir emas 3 ta qoshiqcha. Bu qoshiqcha nimaniki desanglar, so'yun aksiyaga tushganda oldim parashogidan, chunki o'zim uyda ham ko'p ishlataman bu parashokdan. 23 ta stirkaga yetadi. Qizlar, bu 3 kiloli Arielda ob'yomi bilan bir xil, ya'ni 23 ta stirkaga yetadi. O'zi bor yo'q 1 kilogina bo'lsa ham 23 ta stirkaga yetib beradi bemalol. Narxi 70 ming so'm qizlar, zo'r parashok, lekin koreyskiy yaxshi parashokdan. Xo'p, keyingisi nima ekan? So'yundan yana mistik pasta. Bu ko'pchilik biladi, chirk ketkazadigan pastalardan. Krossovkalarni oqartirishga, chirklarni ketkazishga zo'r pasta. Bu qizlar surib qo'yasizlar, 5 daqiqadan keyin yuvib tashlaysizlar. Zo'r tozalab beradi. Bu ham narxi qimmat emas, 40 ming so'mga chiqdi. Вообще arzon paytda urib olganman. Keyin hozir sezon qish mavsumida bilasizlar, gilamlarni ko'chaga olib chiqib yuvolmaymiz. Shuning uchun shampun пятноводитель для чистки ковров и обивок. Rus tiliga tilim kelishmasa ustimdan kulmaysizlar degan umiddaman. Gilamlarni va qoplamalarni yuvish uchun Petitals, ya'ni uyda hayvon boqadiganlar uchun, lekin hayvon boqmaydiganlar ham foydalansa, yosh bolasi borlar foydalansa maqsadga muvofiq. Chunki gilamlarni, hayvonlarni junlaridan, har xil narsalardan himoya qiladi hamda aromat lavanda hidi hayvonlarga umuman beziyon, yosh bolasi bor uylar uchun ham beziyon hisoblanadi. Buni o'tkir hidi yo'q hamda uyi gilamlarni dezinfeksiya qilib beradi. Buni bitta yana описанияларdan tashlab beraman inshaalloh. Xo'p, yana Soyun seriyasidan uy tozalash uchun bo'lgan seriyalarimizdan Atbilvitel 65 mingdan qizlar, yarim kilo bu
50 ta stirkaga yetadi bemalol. Buni chirk ketqizish uchun qo'llasanglar ham bo'ladi, dog' ketqizish uchun qo'llasanglar ham bo'ladi, idish-tovoq yuvish uchun. Kislorodni achib-bilevitel sostavi beziyon inshaalloh Alloh izni bilan bizga ziyon bermagan holda uylarimizni va kirlarimizni juda ham go'zal holatda tozalab beradi. Bundan ham 2 dona etganman. Qoshuv mana shu 3 taniki parashok bilan shularniki inshaalloh. Xo'p, endi keyingisi krem arginin. Buni ochilganini man sizlarga ko'rsatganman. Ikkita bor, nalichida 30 mingdan qizlar. Bu og'riq qoldirishga, hozirgi rosa sezon hali, ya'ni turli xil mushak og'riqlarida zo'r effekt beradi. Biz o'zimizning uyda shaxsiy aptechkada ham bundan foydalanamiz. Keyingi naborlarimiz, xo'p, bular nima ekan? Intimniy gel momker, onajonlarim, ayollar uchun momker, ya'ni onalar uchun. Sut oqsilili intim gelimiz. Keyingisi sut oqsilili intim gel. Bu ham onalar uchun, ya'ni ayollarimiz uchun. Mana bu ham onalar uchun ekan. Intim gelim rosa erinmayman, chunki menda rosa ko'p ketadi bu ham. Bu ham onajonlarimiz uchun momker, ayollarimiz uchun, ya'ni eng oxirgisi menimcha 12+ bo'lgan qizlarimiz uchun teens. Ya'ni qizlarimiz uchun 12 yoshdan katta bo'lgan qizlarimiz uchun bu. Obzorimizni davom ettiramiz qizlarjonlar. Yuz uchun uxudlarimizdan gidrofilli masla. Bilasizlar, gidrofilli masla haqida o'sha menimcha hammani ma'lumoti bor. Oshiqcha ta'rif berish hojat emas. Yog'li yuzga ham, quruq yuzga ham birdek chuqur tozalash uchun mo'ljallangan gidrofilli masla. Bundan tashqari buning tarkibida C vitamini bor, ya'ni yuzdagi dog'lar, sepkillar barchasi bilan chuqur ishlaydi Alloh izni bilan. Xo'p, Oxilogidan gidrofilli masla, buni narxi 70 ming so'm. Sovg'asiga bitta gidrogeliviy ko'z uchun patchi qo'shib beriladi. Oxilogi seriyasidan qizlar bir juft patchimiz sovg'aga beriladi. Keyingi yuz uchun naborlarimizdan, uxudlarimizdan Expert seriyasidan SPF, bu oqartiruvchi seriyamiz hisoblanadi. Mana ingliz tilini biladiganlar aytsin. Whitening, ya'ni oqartiruvchi kremlarimizdan aktivniy ночной отбеливающий krem, ya'ni tungi kechasi oqartirish uchun, dog'larga qarshi kurashish uchun oqartiruvchi kremimiz hamda dnevnoy SPF 50. Ya'ni kechasi bilan biz dog'larimizni oqartirganimiz bilan kunduz kuni agar ko'chaga SPF siz chiqadigan bo'lsa, u dog'lar bilasizlar tezda yuzimizga qaytadi. Shuning uchun bu ikkitasini bir juft qilib ishlatishni tavsiya beramiz hamda komplekt qilib sotamiz. Narxi aksiyaga tushgani uchun qizlar bu bor yo'g'i 150 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa yozinglar. Hozircha ularning ichida bitta dona bor. Keyingi seriyamiz ham yana xuddi shu nabordan ekan. Kechirasiz, seriyamiz ham yana bitta shunaqa oqartiruvchi naborimizdan bitta emas, ikkita ekan bu naborimiz. Demak, SPF 50 aktivniy ночной отбеливающий krem. Ikkita naborimiz bor наличида. Xo'p, keyingi obzorimiz уже endi yuz aniq makiyajga o'tamiz. Mana gidrogeliviy patchi, boy gidrofilli masladan tashqari mana bu bizani Oxilogi tonalkalarimizga kislorodniy balans matирующий BB krem для лица. Bu qizlar tonalka emas, BB krem bu и yog'li yuzlar uchun nima deydi? Matlashtiruvchi deydimi, matирующий o'zbekchasiga. Yog' yaltirashiga qarshi, yuzingiz yaltirashiga qarshi BB krem вообще yuzni zo'r yotadi. Tonalka surganinglar bilinmaydi, lekin effekti 100% bilinadi qizlar. Alloh izni bilan yuzimizda zo'r yotadigan aksiya narxida 70 ming so'm u tonalkamiz. Xo'p, bu atirlarni oxirida obzor qilib beraman sizlarga. Glam Teamdan pudramiz. Pudralarni rasmlari bilan qo'yaman kanalimga, Telegram kanalimga rasmlar bilan qo'yaman. Buni rangi soft matte. Xo'p, nima rangini zakaz bergan ekanman. Rangini ham tashib beraman qizlar Telegramga. Xo'p, bitta pudra bor наличида. И super aksiyada bo'lgan Royal Brownie, ya'ni manba qosh uchun bular ten, bilasizlar qizlar bichna, и cho'tkasi ham bor. Buni aplikatori qosh uchun shotka, и qovoq uchun aplikatori bor. Super skidkada bor yo'g'i 80 ming chiqqan qizlar ulgurib qolinglar. Bu 123 milli tenimizdan
Bor yo'q 80 ming chiqqan. Xuddi shunaqa mana bu BB kremam 123 ming edi. Qizlar 80 mingga tushgan. Ulgurib olinglar. Keyingisi yana Glam Team'dan ten bu qizlar tenni ham ranglarini tashib beraman, ochib. Ko'rasizlar inshaalloh. Qizlarjonlar, Glam Team'dan First Class tushi, 2XL tush hamda Maxi tushi kelgan. Tushlarimiz nalichida. Kimga kerak bo'lsa yozaverasizlar. Tushlar narxlarini ham tashib beraman. Tushlar o'zimcha standart 30 ming so'mdan chiqqan. Hozir narxlarini bir qarayman, lekin 30 mingdan standart chiqqan edi bu tushlarimiz. Tashab beraman. Xo'p, qizlar, 3 xil nabor tushlarimiz bor. Qish uchun aynan zima seriyasi 3 xil kompleks, 3 xil yog' kompleksdan tashkil topgan. Qo'llarni mukammal himoyalash uchun zima seriyasini ishlatganlar biladi. Har yili qishga chiqadigan seriyalarimizdan juda ham zo'r seriya qizlar. Olishni tavsiya beraman. Narxi bor yo'q 22 mingdan chiqqan. Endigi qolgan narsalarimiz bular atirlar. Primo Bachio Amor, Primo Bachioni o'zi, Feruki Mademoiselle, Feruki Bell, Feruki Bell, Sensullani o'zi, Feruki Sensulla, Feruki Sensulladan yana bitta, Primo Bachiodan yana bitta. Shuncha atirlarimiz. O'z atirlarim nalichida qolmadi deyarli. Bitta Donna Feliz qolgan edi. Mana unga yana sherik qildik. Yana Donna Feliz, chunki menda hit prodajalardan Donna Feliz hamda Siren hidini yaxshi ko'radiganlar uchun spetsialni. Buni narxi 68 ming. Qizlar Siren. Mana qolgan atirlarning hammasi skidkada 140 dan beraman. Feruki Bell, Mademoiselle, Sensulla, Feliz, Primo Bachio, Amor hammasi standart 140 mingdan. Qizlar, kimga kerak bo'lsa yozaverasizlar.